Bolaligimdan men har doim Yusuf uchun yig'layotganingizni ko'rganman. Mening hayotim tugashi mumkin. Lekin sizni yig'ingiz hech qachon tugamaydi. 11 nafar vorisga ega bo'lgan kishi uchun yig'lash aql idrokdan uzoqdir. Ammo men barcha orzularim amalga oshirilgan odam uchun yig'layapman. Bu ayriliq tugamaguncha bu yig'i ham tugamaydi. Yuzarsifni saroy maslahatchisi lavozimiga tayinlashni sababi nimada? Holbuki bu muhim lavozim bo'lib, tajribali va qobiliyatli odamni talab qiladi. Xunifar kasal bo'lganidan beri barcha saroy ishlarini Yuzarsif boshqaradi. U men uchun ham ishonchli odam, ham dono maslahatchi. Men hech qachon undan yaxshiroq maslahatchini ko'rmaganman. Maslahatchi. Demak, zarur paytda Yuzarsif bilan maslahatlashish mumkin. Xudo Xunifarga abadiy halovat ato qilsin. Yuzarsif qaysi xudoni nazarda tutyapti? Menda biror ishingiz bormidi? Zulayho xonim sizni huzuriga chaqiryapti. Siz ketavering. Hozir boraman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Kissen nega yig'layapti? Bilmasam, hojam, uni hech ham tinchlantira olmadim. Faqat yig'layapti. Nima bo'pti? Nima deyishim mumkin? Kissen yaxshiroq biladi. Yig'lashni u to'xtatdi, men emas. Undan so'ray. Lekin u gapira olmaydi-ku. Rahmat Yuzarsif hojam. Xudolar sizni duo qilsin. Menimcha, u xudolarga ishonmaydi. Yuzarsif shunday deydi. U aytadiki, libosining iplarini boshqalar bog'lagan xudolar uni va boshqalarni qanday himoya qilishi mumkin? Kofirga aylandingizmi, Mimisabu? Nimalar deyapsiz? Men aytmadim buni, men qilmadim. Bu gaplar menga tegishli emas. Yuzarsif shunday deydi. Mabudlar rostdan ham kimnidir himoya qila olarmikin? Yuzarsif huzuringizga kirish uchun ijozat so'ramoqda. Unga kirishini ayting. Sen tashqarida kut. Chaqirtirgan ekansiz, xonim. Rostini aytsam, Putifarga hasad qilaman. Chunki u xohlagan paytda siz bilan maslahat qila oladi. Lekin bizda bunday imkoniyat yo'q. Bizni bundan mahrum qilganingga xafaman. Xonim, meni avval ham chaqirtirgan bo'lishingiz mumkin, ammo bundan bexabarman. Avvallari tez-tez bizdan xabar olarding.
Ammo bir muncha vaqt o'tgach, sen yulduzlardan ko'ra yetib bo'lmaydigan bo'lib qolding. Hanuz yer yuzida Zulayho xonimning ixtiyoridaman. Biror amringiz bo'lsa eshitaman. Hammasi joyida. Ulug' maslahatchini ko'p vaqtini olmay. O'tir, aytadigan gaplarim bor. Zodagon ayollardan biri zino qilibdi. Buni sal avval eshitdim. Bu meni juda xafa qildi. Seningcha bu ayol nimaga loyiqdir? To'g'rirog'i, Yuzarsif bu ayol borasida qanday hukm qiladi? Hukm qilish uchun batafsil ma'lumotni bilish kerak. Masalan, uning zinosi oshkor qilinganmi yoki yo'q? Buni ochiq tan oladimi yoki fosh qilinganidan xijolat bo'ladimi? Erkin ayolning quli bormi, bolalari bormi yoki yo'qmi? Eri uni sevib, sevgisini izhor qilganmi yoki yo'qmi bilish kerak. Eri uni hamma narsa bilan ta'minlaganmi yoki u unga nima kerakligini, qanday dinga mansubligi va boshqa ko'plab savollarga javob topish lozim. Birgina hukm uchun shuncha savolmi? Putifarni sizni tanlagani bejizga emas ekan. Bu va boshqa ko'plab savollarga javob olmay aniq, to'g'ri hukm qilish mumkin emas. Bu savollarni birortasiga javobni bilmayman. Men faqat uni sevib qolganini eshitdim. Aslida sevgi muqaddasdir, xonim. Oshiq esa hech qachon xiyonat qilmaydi. Sevgi bu yurakning ishi. Bu hech qanday sabab yoki mantiqni bilmaydi. Oshiq hech qachon nopoklikning qalbning pok va muqaddasligiga kirishiga yo'l qo'ymaydi. Havasni ishq bilan adashtirmaslik kerak. Yaxshi, Yuzarsif. Shu kungacha kimnidir yaxshi ko'rganmisan? Ha, U kim? mehri bilan meni haqiqiy sevgiga yo'naltirgan otam. Kim kirishingizni aytdi? Bu yer karvonsaroymi? Kechiring xonimim. Ayb menda. Qarisa ham aqli kirmadi buni. U sizni yaxshi ko'radi. Sizni o'ziga yaqin olib, sirdoshdek qabul qiladi. Bo'lmasa taqillatmay ichkariga kirmasdi. Hech qisi yo'q. Uni qo'yib tur. Yana bir savolim bor. Ammo javob berishga majbur emassan. Shu kungacha kimgadir yuragingda iliqlik tuyganmisan? Ha. Atrofimdagi odamlarning sevgisi va mehri men uchun og'riq va azobdan boshqa natija bermadi. Otamning mehri akalarimning menga hasad qilishiga sabab bo'ldi. Otamning mehri quduqqa tashlanishimga, asorat va ayriliq azobiga sababchi bo'ldi. Yo'q. Men bularni nazarda tutmadim. Savolim ayollarga bo'lgan sevgi haqida edi. Yo'q, xonim. Ba'zida ularning qarashlaridagi sevgini his qilaman, lekin ularga e'tibor bermayman. Shunaqa degan. Mayli, ketishing mumkin. Men o'sha ayol haqida surishtiraman. Zarurat tug'ilsa, sen bilan maslahatlashaman. Ba'zida ularning qarashlaridagi sevgini his qilaman, lekin ularga e'tibor bermayman. Gapini qara. Nimadir bo'ldimi, xonim? U qul ekanligini unutgan. U menga sevgimga befarq ekanligini ochiqchasiga aytdi. U haq.
Qulga ko'ngil bergan zodagon ayolning oladigan javobi shunday bo'ladi. Ko'ramiz. Bundan buyon men unga umuman befarq bo'laman. Nega uni saroydan haydamaysiz? Tezroq uni ketkazish kerak, xonimim. Putifarga qanday bahona topaman? Yuzarsifni qanchalik yoqtirishini bilmaysanmi? Bu borada juda to'g'ri qaror qabul qildingiz. Unga befarq bo'ling. Bugunoq tezlik bilan ziyofat uchun tayyorgarlik ko'ring. O'zimni shod-xurramlikka g'arq qilmoqchiman. Yuzarsif chuchvarani xom sanabdi. Aqlim va ruhimni shunchalar band qilamanki, hayotimda unga aslo joy qolmaydi. Bu ziyofat sizlar uchun tayyorlandi. G'oyat zavqli vaqt o'tkazamiz deb umid qilaman. Qani, hamma xursandchilik qilsin. Bu xonadon ma'budlarimizga xiyonat qilyapti. Ular Amonni haqorat qilishdi. Ular Amonning qo'mondonni kaltaklashdi, azoblashdi. Menimcha Zulayxoning Ibroniy qul bilan aloqasi borga o'xshaydi. Aytishlaricha o'sha qul juda kelishgan xushsurat ekan. Siz haliyam Putifardan nafratlanib yuribsiz. Sizni eringiz bir vaqtlar Putifar tomonidan jazolangan. Shunga Zulayxoning nomini yomonotlik qilmoqchimisiz? Bunaqa qilib menga ishonmayman demoqchimisiz? Shunaqami? Biz ham ba'zi narsalarni eshitganmiz, lekin ularga ishonish qiyin. Yaxshi. Unda bunday qilamiz. Qani, men bilan yuringchi. Ijozatingiz bilan sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Agar bu ma'bud va Putifar o'rtasidagi eski nizo haqida bo'lmasa, muammo bo'lmaydi. Yo'q. Bu sizning kanonlik qulingiz haqida. Bu qul haqida nimani bilmoqchisiz? Hech narsa. Men uning qayerdaligini va hozir nima qilayotganini bilmoqchiman xolos. Qarasam yaqin orada ko'rinmayapti. Siz bu yerga o'ynab kulishga keldingizmi yoki josuslik qilishgami? Balki Anxmahu yoki Padiamon sizni bu yerga josuslik qilish uchun yuborgandir. Qani kelinglar. Bu sizlarning ulushingiz. Yeb oling. Bemalol. Olinglar. Nega xafa bo'lyapsiz? Biz u haqida ko'p eshitdik va uni ko'rishni istadik. Nima, muammomi? Agar men Zulayxoning o'rnida bo'lganimda, oshxona nigohi uchun ham o'sha chiroyli qo'lni mingta qulflangan eshik orqasiga yashirgan bo'lardim, o'zgalarga ko'rsatmas edim. Uchindan ham qayerda? Biz uni ko'rishni istaymiz. Chaqiring. Ko'rdingizmi? Sizga nima degandim? Agar o'rtalarida nimadir bo'lmasa bunchalik bezovtalanmas edi. Chindan ham o'sha qul bilan aloqasi bormikin? Siz nazokatli va zodagon ayollarga o'xshamaysiz. Siz Misrning qadimiy aslzoda ayollaridan ko'ra ko'proq Suriya va Kanon cho'ponlariga o'xshaysiz. Sizni hamma joydan qidirdim. Nega qorong'ida o'tiribsiz? Yolg'iz qolishni istayman. Mehmonlaringiz nima bo'ladi?
Olov xudosi ularni yoqib yuborsin. Hammasi jahannamga giriftor bo'lsin. Siz ichkariga kirishingiz kerak. Siz yo'qligingizda nima deyishlarini bilasizmi? Ular boshqalarning ongini zaharlaydilar. Bularni barchasi Yuzarsif tufayli. Yoki men uni xotirasini ongimdan va yuragimdan o'chirishim kerak. Yoki uni dunyodagi mavjudligini o'chirishim shart. Uni bu dunyodan yo'q qila olasizmi? Ko'zingiz yetadimi bunga? Uni o'ldira olmayman. Yo'q. Men buni qila olmayman. Unda uni haydab yuboring. Buni ham hal qila olmaysizmi? Putifarni hisobga olsak, bu ham imkonsiz. U Yuzarsifni yo'qotishni istamaydi. Ayniqsa Xunifardan keyin. Unda sayohatga nima deysiz? Ma'lum muddat uzoqroqda yursangiz, hammasini batamom unutib yuborasiz, xonimim. Memfis va Nil daryosiga sayohatga tayyorlaning. Endi Yuzarsifni jo'nata olmasak, o'zimiz bu yerdan uzoqlashamiz. Mimisabu, kiyim omboridan yetarlicha kiyim oling. Oziq-ovqat omboridan yeguliklar oling. Janob Yuzarsif, hammamiz sizdan minnatdormiz. Agar sizning yordamingiz bo'lmaganida, haliyam o'sha sovuq va nam xonalarda yashar edik. Xudolar sizni panohida asrasin. Onangga bor. Agar xudolar biror narsa qila olsalar, ular sizni bu holatdan qutqarardilar. Bu kichik o'zgarish xudolar emas, balki Allohning rahim shafqati tufaylidir. U qaysi xudoni nazarda tutyapti o'zi? O'zim senga keyinroq aytib beraman. Robbim, Yusuf sensiz hech kimdir. Har kim senga muhtoj. Robbim, Yusufni bir lahzaga ham o'z holicha qoldirma. Qachonki vahiy farishtasi ko'rinmasa, o'zimni yolg'iz his qilaman. Bu hukmdor Putifarning rafiqasi Zulayxo. G'oyat sohib jamol.
Eshkaklarni oling. Ketamiz.
G'oyat go'zal joy. Men bu yerga siz bilan ko'p bora kelganman. Hozir ham rosa yayradim. Bu safar nima uchun g'amgin ko'ringanini bilmayman. O'tmishda bu yer g'oyatda yoqimli edi. Marvarid. Xonim, Marvarid. Qarang xonim, qanday katta marvarid. Chiroyli ekan. Avvallari bunday marvaridni ko'rish sizni juda hayajonlantirardi. Lekin hozir O'sha paytda men bundan chiroyliroq marvaridni ko'rmagan edim. Zulayho qizim, nima bo'ldi? Nega buncha qayg'udasan? Undan uzoqlashsam, halovat topaman deb o'yladim. Ammo unday emas ekan. Ayriliq azobi uni yonida bo'lish azobidan battar og'ir ekan. Buni o'ylamagan ekanman. Sayohatga chiqqanimizga bir necha kungina bo'ldi. Uni asta-sekin unutasiz. Vaqt o'tgani sari tobora xayolimni band qila boshladi. Aqldan ozmasam bo'ldi edi. Ayt, kemani ortga qaytarishsin. Yana bir necha kun o'tsin. Agar bu ham foyda bermasa, poytaxtga qaytamiz. Hamma qaytishga tayyorlansin. Hamma joy-joyiga eshkaklarni oling, qaytamiz. Mimisabu? Mimisabu, nima bo'ldi? Eshkaklarni ko'taring, ketamiz. Yana saroyga qaytib, uning har tomonidan Yuzarsifga hasrat bilan tikilib yashamoqchimisiz? Yuzarsif taslim bo'lmaguncha
Aslo taslim bo'lmayman. Bu ishda yordam berasan. Menga va'da ber. Sizni doimo xursand qilish uchun hamma narsani hozir qilaman, xonimim. Bu haqda hech kim bilmasligi kerak. Bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin. Lekin agar Yuzarsif bu harakatlarga qaramay qabul qilmasa-chi? Uni o'ldiraman. Go'zal rafiqam, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, hukmdorim. Umid qilamanki, sayohat yaxshi o'tgan. Juda ajoyib sayohat bo'ldi. Zulayho xonimga salomlar. Rahmat, Yuzarsif. Yuzarsif. Zulayho xonim sizni o'z saroyida kutmoqda. Yuzarsif keldi, xonimim. Zulayho xonimga salomlar. Saroyga xush kelibsiz. Umid qilamanki, quvonchli va unutilmas sayohat qildingiz. Rahmat, Yuzarsif. Juda ajoyib sayohat bo'ldi. Saroy ishlari va men yo'qligimda sodir bo'lgan voqealar haqida hisobot eshitishni xohlayapman. Xo'sh. Hech qanday muhim narsa sodir bo'lmadi. Faqat saroyni tozalash ishlarini olib bordik, xonim. Oldin xizmatkorlar yashagan joylar juda yomon ahvolga kelib qolgan ekan. U yerlarni ta'mirladik. Xizmatkorlarning ham kiyimi yangilandi, hamma yoq tozalandi. Xullas, har jihatdan saroyni butunlay yangilab oldik. Men yo'g'imda qisqa vaqt ichida shuncha ko'p ish qildingizmi? Vazifadan boshqa hech narsa qilinmadi, xonim. Bu harakatlaring maqtovga sazovor. Minnatdorchilik belgisi sifatida senga ushbu sayohatda Nil daryosidan g'avvoslarimiz topgan marvaritni beraman. Senga yoqadi degan umiddaman. Saroy yumushlarini bajarishni o'z burchim deb bilaman. Har doim siz va Putifar hazratlarining mehribonligi oldida qarzdorman. Buni ol. Bu senga. Rahmat, xonimim. Ulug' maslahatchini doim pastga qarab turishi hurmatmi yoki befarqlikmi? Yo'q, xonim. Xizmatkor har doim
egasi oldida kamtar va uyatchan bo'lishi kerak. Unda nega avvallari bunday qilmasding? Oldinlari hali yosh bola edim. Qullikning asl vazifalarini bilmas edim. Ammo men bu balog'at yoshidagi xushmuomalalik va hurmatdan ko'ra bolalikdagi samimiyligingni afzal bilaman. Har qanday vaqt o'z uslubini talab qiladi. Yuzarsif sizdan xushmuomalalik va hurmatni o'rgandi. Siz mendan boshqa hech narsa ko'rmaysiz. Bir muddat o'tir. Bolaligingda sen bilan men shug'ullanardim. Shuni hurmat uchun hech bo'lmasa seni ozgina tomosha qilay. Kechirasiz xonim. Bajarilishi lozim bo'lgan muhim ishlar bor edi. Ijozat bersangiz, endi men boray xonimim. Yaxshi, Yuzarsif. Ketishing mumkin. Men buni tushunmayman. U Rabbiy deganda nimani nazarda tutadi? Siznimi yoki o'zining xudosinimi? Ko'rdingizmi? Qanday aqlli, juda ayyor u. O'zining befarqligi va takabburligini kamtarlik hamda xushmuomalalik deb talqin qildi. U qayerga bormasin, mushtimni ichidadir. Mimi Sabu. Labbay maslahatchi janoblari. Siz uchun nima qila olaman? Nima bo'ldi? Sayohatingiz yaxshi o'tdimi? Ham yaxshi, ham yomon. Zulayho xonim gapirib kulganida yaxshi edi. Ammo qovog'ini solib olganida biz ham tabassumni tark etardik. Shuning uchun unday ham bunday ham. Rodamon bilan bozorga boring. Bu marvaridni soting va xizmatkorlar uchun kiyim, ko'rpa to'shak sotib oling. Zulayho xonim buni sizga berdimi? Ha, lekin menga kerak emas. Bu qimmatbaho sovg'a. Uni saqlab qo'ying. Menga kerak emas. Ol. Aytgancha, nega tez qaytib keldingiz? Biz qaytib keldikmi? Ular bizni qaytarishdi. Nima bo'lganini to'g'risi bilmayman. Ehtimol Zulayho xonim sevimli eri Putifarni sog'ingandir. Juda ziyrak bo'l. Ayniqsa Karim momoni ko'zdan qochirma. Biror narsa sodir bo'lsa, xabarim bo'lsin. Muammo bormi, hojam? Juda xavotirdaman. Xavf yaqin. Ba'zi odamlar shaytoniy reja tuzyapti. Hojam kimni nazarda tutyapsiz? Shahvatparast, makkor ayollarning fitnalaridan Xudoga sig'inish lozim. Demak, bu sevgi hikoyasi. Yuzarsifga oshiq bo'lgan hamma kishiga haq berish lozim. Ayb bunda emas. Menimcha, Yuzarsifda ayb u ko'ngillarni maftun qiladi. Aybdor ko'rib turib ko'ngil bermagan kishidir. Bas qil, Mimi Sabu. Jiddiy aytyapman. Senga oshiq bo'lishga hech kimning haqqi yo'qmi? Mimi Sabu, meni go'zalligim qushning go'zalligiga o'xshaydi. Chiroyi boshiga balo bo'ladi va unga qayg'u keltiradi. Lekin chittak ozod qush bo'lgani uchun har joyda uchishi mumkin. Shuningdek, xayolida bo'lmag'ur fikrlar bo'lmaydi. Agar xudolarim biror narsa qila olsa edi, sen uchun duo qilardim. Ammo sening xudoying hammasidan qudratliga o'xshaydi. Ha, Robbim hamma narsaga qodirdir. Bunga shubha qilma. Lekin
Bilmayman, nega u bir muncha vaqt menga e'tibor bermadi. Xabarchi yo'q, xabar yo'q. Hech qanday orzu, ilhom yo'q. Men osmon va yer o'rtasida umidsiz qolganimni his qilyapman. Ba'zan odamlar yolg'iz va xavf ostida bo'ladi. Uni ushlab qolish uchun arqon kerak. Panoh topish uchun esa unga boshpana kerak. Otam bu yerda bo'lishini istardim. U kohinlar bilan qanday kurashishni yaxshi biladi. Xonimim, Sizga yolg'iz qolishni xohlayotganimni aytmadimmi? Yuzarsif Putifarning yoniga ketdi, qizim. Agar uni ko'rishni istasangiz, bu yaxshi imkoniyat. Meni oynam. Menga ko'zgu bering.